Mana bu meni quyosh panellarim. 50 kilovatga quyosh panel qo'ydirganman. O'tgan oyda 11 million 300 ming so'm pul yechib olganman. O'tgan oy. Mana bu oyda sizlarga ko'rsataman hozir. Bu oyda mana quyoshli xonadon, qaranglar, mana chiqib ko'rsatib beraman. Mana soliq uzdan ko'ramiz. Quyoshli xonadon. Mana tasdiqlangan 14 million 533 ming so'm pul tushgan. Rosmona realni mana shu quyosh panelimdan avgust oyini puli 14 million 533 ming so'm tushgan. Bu degani sizga passiv daromad keltiradi degani. Bekorchi gaplarni aytibsiz. Uyingiz yonib ketadi, yolg'on deganlarga mana haqiqiy isboti, mana nimamda prilojeniyamdan ko'rsatdim. O'tgan oy 11 million 300 ming so'm yechgan edim. U iyulda yarimi, iyun oyindagi edi, 1,5 oydagi edi. Bu oy avgustda o'ziniki 14 million 533 ming so'm tushibdi. Kimga kerak bo'lsa quyosh panel menga murojaat qilinglar. Loyihachilarim ham bor, quyosh panel sizlarga ham o'rnattirib beraman. Mana shu meni uyim. Mana shu tomni tepasi ham quyosh panel, endi hozir ko'rsatib bo'lmayapti. Ko'chalarga ham quyosh panel qo'yganmiz. U tomimizni nariga qo'shni tarafga qo'yganimiz. Xullas, nima demoqchiman? Kimga passiv daromad kerak bo'lsa, ishlamasangiz ham o'zi uyingizni tomiga quyosh panel qo'yib qo'ying. Ortiqchasini davlat o'zi sotib oladi. Astabga qolmaydi. Kelib olinglar, olib olinglar demaysiz. Shunday avtomatik davlatga o'tib ketadi. 1 kilovatiga 1000 so'mdan to'laydi. Bu rosmona real narsa. Obzor qiling deshgan uchun tushgan pulini har oyda 25-dan keyin tushiradi. O'shani kutib turgan edim. Mana kechami ilgari kun tushirgan ekan. Sizlarga obzor qilyapman. Kimga kerak bo'lsa quyosh panel qo'yib beramiz.